Bugungi kelgan joyimizni boshidan 4 ta pilusini sanab beraman. Birinchisi ko'chamiz tupida joylashgan, ortiqcha odam bezovta qilmaydi. Ikkinchisi 12 metrlik keng mahallani ko'rishimiz mumkin, juda ham fayzli joylar. Uchinchi pilusi suv, svet, gaz, kanalizatsiyasi ham bor va to'rtinchi pilusi eng hadoviy razmerdagi 3 sotixli mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Fasadi 13, ichkariga 24 razmerda bo'ladi, to'rtburchak shaklida, ichkarida bitta zo'r planirovka qilib, juda ham chiroyli uchastka qurish mumkin. Mahallamiz Sergeli Qumariq Savatcha ko'chasi bo'ladi va bu joyimizning narxini umumiy $79,000 so'rashyapti. Sotiqga bo'lsanglar $26,500 atrofida tushadi, hali kelishiladigan joyi bor. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylangan. Bugungi kelgan joyimizni boshidan 4 ta pilusini sanab beraman. Birinchisi ko'chamiz tupida joylashgan, ortiqcha odam bezovta qilmaydi. Ikkinchisi 12 metrlik keng mahallani ko'rishimiz mumkin, juda ham fayzli joylar. Uchinchi pilusi suv, svet, gaz, kanalizatsiyasi ham bor va to'rtinchi pilusi eng hadoviy razmerdagi 3 sotixli mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Fasadi 13, ichkariga 24 razmerda bo'ladi, to'rtburchak shaklida, ichkarida bitta zo'r planirovka qilib, juda ham chiroyli uchastka qurish mumkin. Mahallamiz Sergeli Qumariq Savatcha ko'chasi bo'ladi va bu joyimizning narxini umumiy $79,000 so'rashyapti. Sotiqga bo'lsanglar $26,500 atrofida tushadi, hali kelishiladigan joyi bor. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylangan. Bugungi kelgan joyimizni boshidan 4 ta pilusini sanab beraman. Birinchisi ko'chamiz tupida joylashgan, ortiqcha odam bezovta qilmaydi. Ikkinchisi 12 metrlik keng mahallani ko'rishimiz mumkin, juda ham fayzli joylar. Uchinchi pilusi suv, svet, gaz, kanalizatsiyasi ham bor va to'rtinchi pilusi eng hadoviy razmerdagi 3 sotixli mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Fasadi 13, ichkariga 24 razmerda bo'ladi, to'rtburchak shaklida, ichkarida bitta zo'r planirovka qilib, juda ham chiroyli uchastka qurish mumkin. Mahallamiz Sergeli Qumariq Savatcha ko'chasi bo'ladi va bu joyimizning narxini umumiy $79,000 so'rashyapti. Sotiqga bo'lsanglar $26,500 atrofida tushadi, hali kelishiladigan joyi bor. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylangan. Bugungi kelgan joyimizni boshidan 4 ta pilusini sanab beraman. Birinchisi ko'chamiz tupida joylashgan, ortiqcha odam bezovta qilmaydi. Ikkinchisi 12 metrlik keng mahallani ko'rishimiz mumkin, juda ham fayzli joylar. Uchinchi pilusi suv, svet, gaz, kanalizatsiyasi ham bor va to'rtinchi pilusi eng hadoviy razmerdagi 3 sotixli mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Fasadi 13, ichkariga 24 razmerda bo'ladi, to'rtburchak shaklida, ichkarida bitta